Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi velosipedimiz Made in Germaniya. Bu asosan maktab o'quvchilariga yoki bo'yi pastroq bir otaxonlar yoki bo'yi pastroqlarga juda qulay narsa. Ramali bo'lgan bilan bo'yi pastroq. Razmeri 26 razmerda. Ranglari ham bir neobычный ishlangan, ko'rib turibsizlar. Qora qizil aralash. Apparatimiz 3 talik skorost, oyoq tormozi bor, ichi ochilmagan garantiyali apparat. Garantiyasi bilan beramiz apparatni. Balonlarimiz mana ko'rishlaringiz mumkin, ideal holatda. Oldi fanar batareykali. Holati ideal, mana 3 ta skorostli. Kimga shunaqa velosiped, yaxshi velosipedlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Like va podpiska bosish esdan chiqmasin.